Qanday, tayyormisiz? 1-2. Keling yana bir marta. Yo'q. Ko'proq tabassum qilib turing. O'lging kelyaptimi? Nima? Nega kelding? Tarsaki kamlik qildimi deyman. Har doim shunday uzr so'raysanmi? Kechirim so'rash niyatim yo'q. Suratga olib bo'lib, keyin urishavering. Qani tabassum? Tabassum qil deyapti. Mana bu yerini biroz tozalasangiz bo'ladimi? Unda boshqa odam bo'lib qoladi. Bu muhimmi? Albatta, hujjatlardagi rasm sizni tanishga yordam berishi kerak. Bu rasm boshqa narsa uchun. Suratni anavi o'lcham bo'yicha chiqaring. Ramka ham kerak bo'ladi. Ularni rangi faqat qora. Balki ko'zlarni ham katta qilarmiz-a? Hozir ko'rsataman. Mana bunday.